Assalomu alaykum hammaga. Qo'rg'onlar mana eski kadastringlar mabodo yo'qotgan bo'lsanglar, sizda kopiyasi bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi bo'lib arxivdan egaligini tasdiqlovchi hujjati tiklab olinadi. Mana bunaqa qilib notarial arxiv agar notarial tomonidan bo'lgan bo'lsa, original hujjatni tiklab berishadi. Ana uni olgandan keyin Maygo tizimi orqali hop Maygo tizimiga kirib kadastr bo'limiga kiriladi. Kadastr bo'limidan turar joy kadastr pasportini shakllantirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish degan bo'lim bor. Ana unga kirib ariza beriladi. Bu yerda hop mulk egasi tanlanadi. Yo'q, agar ishonchli shaxs bo'lsa, ishonchnomani asosida ilova qilib tanlanadi. Undan keyin keyingisiga bu yerda kadastr raqami mavjud qilinadi. Ya'ni eski kadastrlarda kadastr raqam bo'ladi. Ana o'shanga keyin eski kadastringizda kadastr raqami bo'ladi. Hop, kadastr raqami mana bu bo'ladi. 07 02 04 35 yo'q qilinadi. Keyingi qadamni bosganingizda o'zi mana kadastr raqami bilan obyekt adresini avtomat tortadi. Ko'chmas mulk avval davlat ro'yxatidan o'tgan bo'ladi. Bu yerga egaligini tasdiqlovchi hujjat, notarial oldi-sotdi shartnomasi, skaner qilib bu yerga o'sha hujjatni yuklab yuborasizlar. Yuborish qilinganda ariza уже ketadi. Ma'lumotlarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, like bosishdan to'xtamaysizlar.